aytdim 6 oyda bir jo'natmaydigan pismiq xudo xola qaylardan ham jo'natdi ekan desam, kasal qilib moyib bo'lgandan keyin jo'natdi-da. Qaynonamga kattagina mazam yo'q degdi. Borib ayangiznikida davolanib keyin deb jo'natib yubordi. Voy sho'ra. Ha, ay annamang, xudo xola biz uyda sanatoriya deb o'ylaydik-ku. Bu pochchamda ham boshqa qonni qopdi, har kuni oyoqda turamay yeb ichib kelishni biladi. Lekin shu opamga ikkitagina tablet gapirishga kelganda sharoiti bo'lmay qoladi. Anali javoblaring chiqibdi qizim. Qon kam, davleni oshgan, oyoqda revmatizm, belda grija. Oho, bitta turib tog'da talqon qiladigan opamni 6 oyda shaptali qoqib qo'yibdi-ku bular. Yana bitta mol sotib davolat ekanmiz-da. Mayli, oping tinch yashasa bo'ldi. Borib hamsoyalardan yana qarz so'ra. Hamsalardan qarz so'raguncha xudo xola bilan pochchaga insof so'rasam bo'lmaymi? Parashut qayda? Ha, opa parashutlar o'tgan asrda qolib ketgan-ku. Hozir 3 tasi birda bo'lgan ameliy kapsulalar trendda-ku. Ham oqartiruvchi, ham xushbo'ylantiruvchi xususiyatga ega. Ham anchaga yetadi. Undan tashqari idish yuvish uchun gellari, mebeldagi, oynadagi dog'larni ketkazadigan spreylari ham bor. Respublikamizda hamma do'konlarda bor. Hozir hamma ayollar ameliy mahsulotlarni ishlatyapti. Siz borib yotavering, idishlarni o'zim yuvib qo'yaman. Meni shuncha yaxshi ko'rasanmi, ukajon? Yaqay o'zi kasal bo'lsangiz, foydangizdan zararingiz ko'p bo'lmasin yana. Ayancha tuzalib qoldim. Kelin narsalaringizni yig'ishtiring, ketdik. Mana momaychan qilasiz. Eshakda ish xolat go'sht harom deganda, opam kasal bo'lib qolsa biz aka jo'natib yuborishni bilasiz. Tuzalish bilan uchib kelganingiz o'ylaymi? Yartakkina uyat bormi? Ha, endi kelin bo'lgandan keyin xizmatni qiladi-da. Kelin degan qul degani emas, bu ham odam. Qichab yuring. Hali paxta cho'qqa ham chiqishingiz kerak. Zing'illang. Ha, onasini hamsa kelin qilgancha yarim kilo qurtlagan rashk kamput ko'tarib, har ikki kuni kelib bezor qo'yaradi. Kelin robotdek xizmat qilib tursa zo'r. Kasal bo'lib qolsa pussasiga chiqib qolar ekanda. Momaycha. Voy, to'yni shunday zo'r qildingiz. Dugonalarim o'g'zi ochilib qoldi. Ay, endi siz ham sarpo bilan mebel qilishni yorib-siz-da parvardacham. Rahmat. Rahmatni muncha shirincha qilib aytasiz, qoshiqcham. Ana oldimizga tushgan pullardan 700 ming berib yuboring, Zax mashina bermoqchi edim. Mana mebellarni kreditga oluvdik-da, u pullarni ashunga berib yubordik. O'rtada qildi nima kreditga berib yuborasizlar? Uni joyi bor-ku. Qanaqa? To'yimizda menda qilib syomka qilgan kameralar kreditga gaplashganman. Anchalarga bermoqchi edim. Ana buningdagi hamma hayron qoldirgan sipochka bilan qo'lingda tillalar sotsa qutulamiz lekin. Ularning hammasi prokatga olingandi-da. Shu qilaman deb 15 ta san'atkorga pul sarflash shartmidi? Artistlarga pul berdi, kim aytdi? Ular hammasi kreditga gaplashgan. BV'ni sotaylik hay. U ham rentkar-ku. Odamlar o'zi ochilsin deb arenda qolib bunda haydab yurdim-da. iPhone sotsak-chi. Shahardagi eng qimmat ko'ylak kiydim-ku, pul yetmay qoldi, iPhone-da qoldi. Eng qizig'i u ham kreditida. O'l bo'lmasa. Dasturxonda 53 xil narsalar qolib ketdi, shularni sotaylik. Ha, kallamga kelma. Fotiha kreditim katta qo'lim bilan yopaman, ha? Pardalarchi? Kredit. Gilamlarchi? Kredit. Televizor, gaz plita.